Oddiygina 2 dona tuxum bilan 4 xil mazali va oson bo'lgan saharlik va nonushtalar. Mazali taom tayyorlashning eng muhim siri bu mehrdir. Mehr bilan oddiygina tuxumdan ham mazali shedevr taomlar tayyorlasa bo'ladi. Oldindan 2 dona tuxumni atalab olib tayyorlab olamiz. Yarim bog' jussayni qizib turgan yog'ida 30 soniya qovurib bir chetga surib olamiz. Tuxumni quyib birozgina tuz bilan yarim cho'la qovurib olganimizdan so'ng jussay bilan aralashtirib olamiz. Juda ham mazali bo'lgan jussayli tuxum tayyor. Bir dona pomidorni ozgina tuz bilan 4-5 daqiqa davomida pomidor ezilib ketguncha qovurib olib, 2 dona atalangan tuxumni quyib aralashtirib qovurib olamiz. Mazza qilib non botirib iste'mol qilsa bo'ladigan mazali va sochli pomidorli tuxum tayyor. Yarimta piyozni ozgina tuz bilan tilla rangda qovurib olib, 2 dona atalangan tuxumni quyib, birozgina qovurib olib, undan so'ng ozgina ko'k piyoz qo'shib aralashtirib qovurib olamiz. Oddiygina lekin juda ham mazali bo'lgan bu piyozli tuxumning nomi soldatskiy zavtrak. Past olovda qizib turgan yog'iga 2 dona tuxum chaqib, tuz, bolgarskiy, pomidor, ko'k chesnok, shirin paprika qo'shib, tuxum sarig'lariga qizib turgan yog'dan bir qoshiqdan quyib olib 2 daqiqaga dimlab qo'yamiz. Yanada ishtahaliroq bo'lishi uchun seldir ko'katlari bilan tortamiz. Bu ko'ngil ochar sabzavotli tuxumni har qanday ishtahasi yo'q inson ham mazza qilib iste'mol qiladi. Tuxum pishirishni o'rganmagan odam hech qachon haqiqiy oshpaz bo'la olmaydi. Yaqinlaringiz uchun saharlik va nonushtalarda bu tuxumli taomlarni albatta tayyorlab ko'ring. Agar sizga ma'qul kelsa, meni duolaringizda eslab qo'yishingiz yetarli.